Akalar, New Yorkda hozir -22 gradus bo'lishiga qaramasdan keldim. Lablarim yorilib ketdi sovuqdan. Nima uchun keldim? Sababi sizlarga va'da berganman. Bilasizlar, qancha balandlikka chiqsanglar, shuncha harorat tushaveradi, sovuq bo'laveradi, hamda undan tashqari shamol ham bo'ladi. Lekin mayli, bizga diskomfort bo'lsa ham sizlarga shu polni New Yorkni ko'rsataylik lekin. Akalar, H zdaniyasidaman. H ruschasiga Grand, o'zbekchasiga Qirra. New Yorkni ko'rsat, do'stlar. Qadrdonlar, bu yoqqa keling. Ana bizdan qo'rqadigan akalar o'zlaridan o'zlaridan adrenalin ustun qilmoqchi bo'lsanglar, mana 345 metr ustida tursanglar bo'ladi. New York ustida mana. Endi babuin hech narsadan qo'rqmayman, lekin bu yerga tursanglar o'ziga yarasha chuvство beradi. Bu yoqqa UFC'ni ko'rgansizlar hammalar. Mahachga ko'pchilik balet qilgansizlar. Именно Jack Madalena bilan Islom Maxachevni mana shu yerda face to face qilgan rasmlari, videolari chiqib ketgan. O'sha mashhur Empire State Building, King Kong akamiz, ya'ni babuinni boshqacha turi o'sha zdaniyaga chiqib, mana ko'rsating kattalashtirib. O'sha zdaniyaga chiqib, buni qilgan. Qadrdonlar, bu hozirgi turgan joyimiz zdaniyani o'zidan 24 metr bunaqasiga chiqqan, sababi o'zingizlarni havoda muallaq turgandek his qilinglar deyilgani uchun. Yaxshini burchakni ko'rsatayman aytadi. Akalar, bo'lakcha chuvство. Biz O'zbekistonliklar New Yorkda ham pakarat qilamiz. Hammaga rahmat e'tiboringlar uchun. Sizlar uchun staratsiya qilyapman, qadrdonlar. Yana ham ko'rsating do'stim endi. New Yorklarda polni odamlar ko'rsin. Ko'z boqsin, o'zlarini qorachig'i bilan harakat qilyapti. Biz